Tuxum bilan ketadigan materiallar birdan tuxumning iqi, ikkita vitamin E, ondan hasal, ondan mana shunga o'xshash chalg'ut ishlatamiz. Vitamin E ni tuxumning iqi quyib olgandan keyin hasaldan muvofiq miqdorda qo'yamiz. Hasalning miqdori sal jiq bo'lib ketsa ishqisi yo'q. Tuxumning yepishchanligi intayin yuqori bo'ladi. Tuxumning yepishchanligi yuqori bo'lsa, iqib ketmaydi. Yuzingizda yepishqoq holatda turadi. Yuzingizdan iqib tushib ketadigan ahvollar bo'lmaydi. Ondan keyin chalg'utish mashinamizda mana shunday ko'ptirib olamiz. Ko'ptirib olgandan keyin yana bir eskartish, teringiz bek mayliq bo'lib qolsa, terisi mayliq xonim qizlar, limonning suyidan bir temitib bo'ladi. Terisi qurg'oq xonim qizlar, hargiz limonning suyini temitmaymiz. Teringiz mayliq bo'lib qolsa, limonning suyidan temitib etasiz. Limonningki men hozir mush ko'rsatgandek, mushtaq botillik qilishlasanglar bo'ldi yoki limon o'zining mevaning o'zini akirib temitib